Opa, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bojam, jiyanlar. Yaxshi, rahmat. Opa, men ana kungi gaplashgan masalamiz bo'yicha hozir bormoqchi edik. Uydamidingiz? Rustam bilan birga. Hop. Hamma narsangga yordingmi? Ha. Yaxshi. Ketdik. Yur. Qachon olib ketarkan? Tushunmayapsiz. Sizlarnikida yashasin deb tashab ketdi. Uyalmasdan tashlab ketdimi? Senlik o'tgani bilan otasi tirikku. Voy, aytyapman-u. Yangi xotini chiqishtirmayapti shekilli. Yoki kim o'ziga yoqmayapti. Xudo biladi. Bojangizni ko'ngliga nimalar kelgan. Bilmadim xotin. Bu ish menga yoqmayapti-da. Yana bir og'iz hech kim bilan maslahatlashmasdan. Sizga gapirgan bilan befoyda. 100 yil o'ylanasiz. Ha, bu shartda bir qaror qiling. Shuning uchun ham o'zim bilan o'zim maslahat qildim. Rustam bizga kerak. Tamom. Ey xotin, tushunsang-chi, bola bir buyunmas-ku. Kim qayoqqa xohlasa olib borib tashlaydigan. O'zidan ham so'radinglarmi bundoq? Nima xohlayapsan? Kim bilan yashaging kelyapti, deb. O'zi nima ham deydi? Oldiga bir kosa ovqat bilan bir burda non qo'ysangiz bo'ldi? Tushuning. Osh tuzimni yesa bir umr qarzdor bo'ladi. Xizmatimizni qiladi. Keyinchalik qizlarimizni uzatib yuborganimizdan keyin qaraganimizda shu boqadi bizni. Tavba. Peshonasi buncha sho'r bo'lmasa Rustammi? Sen yetim jiyaningni savob uchun olib qoldingmi desam, senga gapirish befoyda ekan. Gapirmang, gapirmang. Nima qilishni o'zim bilaman. Ha? Gap o'ylab o'tiribsanlarmi bu yerda bekorchi bo'lib? Nazira, nega aytganimni qilmading? Mana holdagi baklashkalar nega hali ham yotibdi? Yuvib quritib qo'y degandim senga. Tur, sut achib qoladi. Malohat, sen xonangga borganda narsalaringni yig'. Opangning xonasiga chiqasan. Endi o'sha yerda yotasan. Nimaga ekan? Nimaga? Hech ham kerak emas. O'tirsin o'zining xonasida. Chiqmayman buning oldiga. Hey, senlardan kim so'rayapti? Ha? Chiqasan tomon. Rustamga alohida xona qilib berishim kerak-ku. Yoki oshxonagami, zinan tagigami joy so'rab beraymi? Ha, shunaqa qila qoling. Yaxshi bo'lardi. Tur o'rningdan, ikkalang ham ko'p gapirmasdan. Chaqoq qimirlalaring. Qoring och bo'lsa kerak-a? Hozir opang chiqsin. U bu narsa tayyorlab beradi.